Farzand har bir ota-onaning o'zilmas umidi, ko'ngil quvonchi, nijot yulduzi va umrining davomchisi. Farzandlarni atrofli, ilmli, safoli, kelgusiga yaramli qizbosar qilib yetishtirish har bir ota-onaning muqaddas burchi. Bilqut farzand tarbiyasi bolalarning yaxshi hamrohi, ota-onalarning farzand tarbiyalashiriga qobil yordamchisi bo'lib qolgusi. İlimning xosiyati. Muhtaram buvay nasihatini davomlashtirib mundaq dedi. İlim o'qish, yezishni yaxshi bilishga, keraklik har bir narsani o'rganishga qartilgan. İlim dunyoning izzati, keyingilarimizning sharofatidir. İlimlik bo'lish inson uchun g'oyat oliy va muqaddas bir fazilatdir. Chunki ilm bizga o'z ahvolimizni, ish-amalimizni aynakka o'xshash ko'rsatadi. Zihnimizni, fikrimizni qilishga o'xshash o'tkir qiladi. Yaxshini yomondan, pokizni chirkindan ayirib berdi. Bizni to'g'ri yo'lga boshlab, bu dunyoda baxtli bo'lishimizga sabab bo'ladi. İlimsiz inson mevsiz daraxt o'xshashdir. Chunki ilimsiz kishilar ota-onasiga, urug' tuqqanlarga, yor do'stlariga xalq foyda yetkazish bu yoqda tursin, o'z ustiga yuklangan vazifani loyiqida ado qila olmaydi. Ilmning foydasi shunchalik ko'pki, ta'riflab tugatgili bo'lmaydi. İlim bizni jaholat qorong'uligidan qutqizadi. Madaniyat, insoniyat, ma'rifat dunyosiga chiqardi. Yomon fe'llardan, buzuq ishlardan qaytirdi. Yaxshi xuluq va adab egisi qiladi. Qisqasi, butkul hayotimiz, himmatimiz, g'ayratimiz, bu dunyoligimiz ilmga bog'liqdir. Shuning uchun o'qish, bilim ilish fursatlarini qo'ldan bermay, vujudimizning dushmani bo'lgan jaholatdan qutulish uchun barliq kuch-g'ayratimiz bilan tirishishimiz lozim. Donolar shundoq nasihat qiladi. Odam uchun munosib ish shuki, hikmat o'rgansin. Donolik ilmini bilsin va uni yuragiga naqsh qilsin. Hikmat va fazilatga yetishga qiyinlik to'sqin bo'la olmaydi. Hikmat shundoq narsaki, u o'zgarmaydi va kasat bo'lmaydi. Hikmatni kimki diliga o'rnatgan bo'lsa, botirmi, kuchtingirmi, podshohmi, hech kim uni tortib ola olmaydi. Kishi o'z niyati bilan so'zini muvofiq qilsin yoki tili boshqa, dili boshqa bo'lmasin. Bilimli kishilar mevlik daraxtga o'xshaydi. Mevlik daraxt mevalari bilan kishilarni oziqlantirib turganga o'xshash. Bilimlik odamlarmi o'zlarining bilimlari bilan kishilarni oziqlantirdi. Shuning uchun bilim egilashni yosh vaqtdan boshlash intoyin zarur. Bilqutjan buvayning og'zidan chiqayotgan bir-birdan esil durdanlarni anglab, yetqisiz hayajonga cho'mgan edi. U ilm haqidagi sodda xiyollardan endi butunlay qutulgan edi. Ilmga hirismand bo'lishning naqadar ahamiyatliligi, ilmni kamolla tepishning o'z xalqi va vatani uchun naqadar qimmatli ekanligini tunib yetdi. Bilqutjan ilmning qimmati pul, mol dunyo bilan o'lchagili bo'lmaydi ekan. Demak, ilm boylik nuqtasidan bebaho boylik ekan. Qimmat jihatdan jahonda uning vazniga to'g'ri keladigan qimmatli narsa topilmaydi ekan. Shuning uchun har bir odam butkul vujudi bilan ilm o'rganishi va ilmdan manfaatlanishi kerak ekan deganlarni xiyoldan o'tkazdi. U buvisidan ilm hikmati haqida texmi ko'proq nasihat anglashni umid qiladi.
Buvisi uning bu iltimosiga yarasha so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Bilqutjon bolam, o'qigan narsalarni yaxshi tushunish, tushungan narsalarni esda saqlash lozim. O'qishning foydasi faqat shu chog'da bo'ladi. Aksicha tushunmas o'qishdan ma'no chiqmaydi. Odam hem hayvan hem insondir. Hayvanlıqı yeyishda, insonlıqı bo'lsa ilmda ifodalanadi. O'qimaganlarning 4 putliq hayvonlardan farqi yo'qdir. Buni har kim biladi. Ilm sohasida haqiqatni tonish, abadiy bo'lgan hayotga erishish, doimiy baxtsizlikdan xalos bo'lish mumkindir. Bilqut farzand tarbiyasi. Buvisining so'zlari baq qattiq ta'sir qilg'ashqamikin, Bilqutjonning hayojini baxansir yuqori ko'tarilmaydi edi. U ixtiyorsizlab buvisidan so'radi. Buva, ilmning xosiyati haqida boya nihoyat ko'p va bir-biridan esil mazmunlarni so'zlab berdingiz. Men bu qimmatli so'zlarning hammasini digida qalbimga o'rnatib oldim. Ilm egallashning qanday usullari bor? Ilm egallashda qanday ruhni joriy qildirish kerak buva? Og'zingni navat bolam. Buvay hayajondan Bilqutjonning quchoqlab suyib ketdi. Cho'nglar kichiklarga ota balig'i nasihat qilganda, ulgi bo'lganda dal mushu masalani unutib qoladi. Ilm o'rganishda qanday usullarni qo'llanish kerak? Albatta, ilmning har qandoqini o'rganishga arziydi. Muhimi odam oldi bilan jamiyatda bir qadar umumlashgan, odamning safosini yuqori ko'taradigan ilmlardan universal xabardor bo'lish kerak. Ondan o'zi eng qiziqqan, natija yorita olmayman deb qaraydigan ilmdan birini tanlab, uningda kamolat tepishni o'zining umrlik nishoni qilib tanlab olish kerak. Shunda qilgandila universal safoga ega, ma'lum ilm sohasida kamolatga yetgan ixtisosliklardan bo'lib yetilgili bo'ladi. Demakchimanki, kishi boshlang'ich va o'rta maktab bosqichida cho'qim har qaysi fanlarni o'qishi zarur. Yana adabiyotga har qancha herisman bo'lgan bolimi, matematika, fizika, ximiya, biologiyani yaxshi o'rganishi, ilm-fan yangiliklarni bu ilmlarga birlashtirib tushunish kerak. Shunda qilgandila yeziqchilikqa kirishgan vaqtda bu ilmlar har qachon asqitib turdi. Tabiiy fanlarga qiziquvchilarmi ijtimoiy fanlardan xabardor bo'lishi, bo'libmi til va yeziqchilik qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Ana shunda qilgandila tabiiy fanda yaratgan yangiliklar, ko'z qarashlar, bayqashlarni boshqalarga nihoyat ravon, fasohatli til bilan ifodalab berganda har qanday kishining qoyilligini qo'zg'ig'ili bo'ladi. Hozir jamiyatimizda tabiiy fan bilan ijtimoiy fanlarni keskin ayirib etadigan, bir-biriga munosabatsiz qilib qo'ydigan xohish mavjud. Bundoq bo'lganda turmushimizda nima uchun ijtimoiy fanlardagi universal bilimlar bilan tabiiy fanlardagi universal bilimlar aralash qo'llanildi? Hammasi turmushga, amaliyotga, insonlarning ilm-fan taraqqiyotiga turtki bo'lganligi uchun shundoq qo'llanildi. Bu oddiy haqiqatni tushungan har qanday odam tabiiy fan bilan ijtimoiy fanni ayirib tushunmaydi. Amaliyotda bu ikki fan sistemasi qon bilan go'shtdek bir-biriga zich bog'langan. Qadimki olimlarimiz ijtimoiy fandimi, tabiiy fandimi va san'atni yetishgan. Kamolat topgan zotlardan edi. Abu Nasr Farabi falsafa, tabiiy fan va musiqa ilmida yetishgan zot edi. Abu Rayhon Biruni astronomiya, fizika, geologiya va boshqa ilmlardan to'liq xabardor qomusiy olim edi. Ibn Sina bo'lsa tibbiy ilm, falsafa, musiqa,
har qaysi tabiiy fanlarda kamolat topgan olim edi. Yusuf Xasojibning Qutatqu bilik nomli asrida astronomiya, matematika, tibbiy ilm va boshqa fanlarga oid ma'lumotlardan nihoyat ko'p uchraydi. Shunga bu asar faqat bir fandiy nasihatini olgan buyuk asar bo'lib qolmay, yana nihoyat zo'r ilm xazinasi hisoblandi. Mahmud Qashqariyning Turk tillar divonimi nihoyat ko'p bilimlarni o'z ichiga olgan qomus xarakterlik asar hisoblandi. Mana bu faktlardan qadimki ulug' ilm gigantlarimizning fanlarni ayirmay, qaysi fanlarga qiziqqan bo'lsa, shu fanlarni berilib o'rganganligini, kamolatga yetganligini tushuntirib berdi. Shunga odamning universal saposini yuqori ko'taradigan ilmlarni qo'ymay o'rganish kerak. Shunda qilgandila mayli qandoq ish qilmayli, o'ngishli qadam bosqili bo'ladi. Endi ilm o'rganishda qandoq ruhni joriy qildirish kerak degan savolingga javob beraman. Dedi buvay so'zini davomlashtirib. Ilm o'rgatishda izchillikni saqlash to'limi muhim. Chunki ilm degan kunda yengilib turdi. Burun o'rgangan bilimlarni mu ishlatmasa, tashlab qo'ysa, uni yangi ko'z qarash, bayqashlar bilan yenglab turmasa, u muqarrar ko'nrab qoladi. Oxirda keraksiz narsaga aylandi. Shuning uchun kunda ilm-fan yengiliklari bilan o'zni to'yintirishni hargiz tashlab qo'ymaslik, o'zni mukammallashtirishga intilish zarur. Jahonga mashhur ilm ahlilarining ilm-fan muvaffaqiyatlari shuni isbotlab berdiki, ulug' kishilarning aqliy qobiliyatining uncha bak yuqori bo'lib ketishi notoyin. Ammo ularda boshqa kishilarga o'xshamaydigan bir xil ruh chaqlab turdi. U bo'lsa-mu uzluksiz tirishish, yangilikni tez qabul qilish va bilim yangilashga ahamiyat berish ruhidir. Ilm o'rganish, qabul qilishda izchillikni joriy qildirganda odamning nazar doirasi uzluksiz kengayib, yangilik yaratishga bo'lgan ishonchi barg'ansir kuchaydi. Bu xil izchillik davomlashgan sari shu kishining algi beradigan husulimi ko'p va bir-biridan rengarang bo'ladi. Shuning uchun aytamanki, ilm o'rganishda izchillik ruhi nihoyat muhim. Shundoqli navbat kelganda yanglab turishmi intayin muhim. Bundaq bo'lganda ilm egisi bo'lgan odam ilmdimi yengilindi, ruhi kayfiyat jihatdimi yanglangandek ta'sirotli bo'ladi-da, uning qozongan natijasimi yuqori bo'ladi. Olim bo'lsang, olam seniki. Ovozliq kitob Abdi Tali.